Tezkor xabar: hozirgina 5-6 balli zilzila kuzatildi va yana bundanda kuchliroq zilzila bo'lishi kutilmoqda. Xudoyim barchani asrasin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Bugun Turkiyada 5-6 balli zilzila kuzatildi. Istanbulda bugun yanada kuchliroq vayron qiluvchi zilzila bo'lishi mumkin ekan. Ayni vaqtlarda Istanbuldagi radio va televideniyalarda odamlarga e'lon qilmoqda. Barcha ishlar va o'qishlar to'xtatilgan. Hammaga javob berilgan. Odamlarga ochiq maydonlarda jon saqlash tavsiya qilinmoqda. Tezda Turkiyadagi yaqinlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting.